U vaqtni ichida men homilamni yo'qotganman. Bola tushib qolgan. Orada ikkinchi imkonni berib, yarashib, qaytib borganimda esa menga naqilib bolani o'zing tushirgansan deb tuhmat qilishgan. Ularni xonadonida 3 oy yashagan bo'lsam, har hafta qizli uyimdan 2 setka bozorli bilan qaytardim. U kartoshka, sabzi, piyoz emas, har xil shirinlik, mevali, pista, bodom. U xonadondagilarni mani onam ayol boshlari bilan nafsini to'ydira olmaganlar. Ha, bu yoqdan qaraganda biz hech narsa qildirmaymiz, bizga kelin uyidan hech narsa kerak emas, tog'ora-pog'ora o'ynamaymiz deyishgan. Ikkita bola bilan onasini uyiga qaytib qolgan qayinsinglim tog'ora o'ynalmasa korobkalar, paketlar bor degan. Insonning yuzi qanchalik urod bo'lsa, qalbi undan ham xunuk bo'ladi deyshadi-yu, shu bor. Chunki meni ikkita bolasi bilan kelib qolgan qayinsinglimning yuziga qarab olmasdi, qalbi undan battar gryaz inson edi. Menga ko'rsatmagan kuni qolmagan. Men ularning gunohini olmayman. Qaynona qaynatam boshida juda ham yaxshi inson bo'lishgan. Faqatgina shu o'g'illari ko'chada jalab o'ynashga qarshi bo'lganimgacha. Nima bo'lsa ham hayotim o'xshamadi. Meni uyimdagilar hech qanaqa to'polonlasiz, hech qanaqa janjallasiz ajratib olishni xohlashdi. Chunki meni holatimni ko'rganinglarda o'shasi prosta. Qizlik davrimdagi sho'x, shoddod, yuzi kulgan, ko'zi kulgan qizdan asar ham qolmagan. Keyin boshlandi haqiqiy hayot, tuhmatli, to'polonli. Bizani har xil mahalla komitetlarga tinimsiz yarashtiruv majlisi qilish uchun chaqirishardi. U yoqda boshqacha inson, bu yoqda boshqacha inson tasvirlab bera olmayman. Ajrashayotganimda mahalla komitetda o'tirib, ana o'sha insonning dadasi bor-u, uyni bosh erkak. Meni uyimga bu qiz hattoki 2 ta non ham olib kirmagan. Men bu qizga hech qanaqa rasvot qildirmaganman degan. Undan tashqari meni oldini ochgani turmush qurgan deb aytishgan. 2021-yilda ham даже kuyov tomon почти hech narsa qilmasdi. Hamma narsani qiz tomon qilardi. Men o'sha vaqtda turmushga chiqqanman-da. Tushunishingiz uchun meni hamma sarpo-sidirg'alarim o'sha onamni yillab topgan pullarga kelgan. 2 kun uyimizda dang'illama to'y bo'lgan. Hech qanaqa kamko'slasiz dasturxonlar solingan. Bu hamma yolg'iz onaning ham qo'ldan keladigan ish emas. Oldini ochgani erga tekkan qizni uyida shunchalik to'y bo'lgan, lekin yashash uchun, baxtli oila qurish uchun uylangan erkakning uyida janozadek to'y bo'lgan.